Chirchiq harbiy prokuraturasi, Toshkent viloyat qo'riqlash boshqarmasi hamda bir qator hamkor tashkilotlar tomonidan Bo'stonliq tumanidagi maktab o'quvchilari o'rtasida "Men vatanparvarman" ko'rik tanlovi o'tkazildi. Shuningdek, tadbirga tumanning chegara oldi mahallalarida yashovchi yoshlar jalb etildi. Ular ishtirokida Navruz va sumalak saylari ham tashkil qilindi. Men vatanparvarman nomli ko'rik tanlov harbiy prokuraturaga biriktirilgan Bo'stonliq tumanidagi 40, 41 va 36 sonli umumta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida tashkil qilindi. Mazkur ko'rik tanlov ta'lim muassasalarining yuqori sinf o'quvchi qizlari ishtirokida kechdi. Unda ishtirokchilar 5 ta shart bo'yicha bellashdilar. Yakka va jamoa bo'lib ishlash ko'nikmalari, zukkonligi hamda har qanday vaziyatda ham improvizatsiya qila olish qobiliyatlari sinovdan o'tkazildi. Ishtirokchilarning vatanga muhabbat, sadoqat, buyuk ajdodlarimizga hurmat ruhidagi, ayniqsa jadidlarimizning ezgu orzu va maqsadlari aks etgan sahna ko'rinishlari ko'pchilikka ma'qul keldi. Oyi yig'lama. Derazaning ko'kida baxtli kunlar oyizadi. Oyijon yig'lama, yuring nima qiladi oyi. Tanlov yakunida g'olib jamoalar, faol o'quvchilar va loyiha doirasida jonbozlik ko'rsatgan ustoz hamda murabbiylarga faxriy yorliq, esdalik sovg'alari topshirildi. Shuningdek, tadbir davomida qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navruz shiori ostida bayram tadbiri ham tashkil qilindi. Unda Bo'stonliq tumanining chegaroldi mahallalarida yashovchi yoshlar o'rtasida sumalak sayli ham o'tkazildi. Necha ming yillik urf-odatlarimiz, an'analarimiz yodga olindi.